Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana. Qaynota bilan ko'rishing. Shuni. Mana. Marhamat. Marhamat. Yanga, keling mira. Xo'ja, qara. Xo'ja, ayting qara. Ilohi amin. Amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Shularni davrga biz maza qilib beraylik. Allohu akbar. Xush kelibsiz qarindosh. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu akam. Ha. Bo'lajak qaynotangiz. Qaynotangiz. Ha. Yaqinda bilmayman telefonga nimadir qilib pul tikibdilarmi, yutqizib qo'yibdilar, tildan qolganlar. Bularga barchasi tuhmat qarindosh. Bularga ishonmang. Endi akamizni tillarini sal tindalabdi. O'shanga sal voy xatlik kelsa o'zlari aytib beradilar. Hayvaysizlar. Endi qarindoshlar, Labay. bizning kasbimiz mobilograf. Ha, zamonaviy kasb. Ha. Shunga bugun ham bir reklamachi olib qo'ygan edik. Ozgina shoshib turibman. To'yda sarf xarajatlarni aytsalar joz olardim. Ye, kuyovjon, qara shoshilyapsiz. Biz steak zakaz qo'yganmiz. Stek qochib ketmas yanga. Qarindosh bo'lib. Shoshilmang. Siz bahona bir stek yeb olarmidik. Jimi turnodon. Steak yemagan joyingmi? Endi sarf xarajatlarga keladigan bo'lsak, bola bu voy mahrga gelik bering, nima edi, Dubaydan uy bering, yo'q. Unaqa narsaga biz qarshimiz. Olmaymiz. Ha, mana pochchom bilan bu yangamga voy to'ydi. Bir burchagini ko'tarmasangiz bu akam bilan yangamga qiyin qo'yapti-da. Ha, endi sarf xarajatlarni bir makina yozsam. Rahmat. Tushungan odam egansizlar. Zamitga yozib qo'ydik. Ha, birlamchi sinimizga, ya'ni bo'ladigan kelinimizning opalariga bir zarra palto bilan bir Nike krossovka. Ikkilamchi, bu singlimizning bir opalari bor. Anchadan beri o'salib yotib qo'yishadi. Bir yashik dubayskiy shikolat bilan bir yashik va qulupnoyga botirilgan shikolat. Hoca, viski. Viskisidan chiqmasin. Jimi turmoqda. Viski ichmagan joyingmi? Aytgancha. Pochchomiz Conor McGregorning jinnilari. UFC'ga qiziqarlar. Yo, UFC'ga emas, o'sha viskini chiqar ekan Conor McGregor. Ana shundan bir 2 yashik bo'lsa, u ham bo'lmasa, yomon bo'lmasdi, u ham o'zlari bilasizlar. Keyin bu jiyanlar bor. Jiyanlarga bir 15 ta iPhone bo'lsa. Kechirasiz, shu ikkita iPhone berib qolganiga Redmi bersak bo'lmaydimi? Ye, kimsan? Axborot texnologiyalari menejment universitetida o'qitgan qizim Redmi ishlatadimi? iPhone kelsin, plus chexol stiklosi bilan. Bo'lmasa bir qadam ham qizim chiqmaydi. Ha, endi qizi bordi, nozi bor deyiladi. Ha, endi tog'lariga. Ya'ni bo'ladigan kuyovimizning tog'lariga. Sen metrajga kelsan? Endi razmerga keladigan bo'lsak, oyog'im 42 bo'lja. Kastum 58. Endi o'zlari himmatlari bu yoqqa. Bularga ham bir Demaretdan bir bosh oyoq sarflab bo'lsa. Keyin mana bu qaynangizga, oyjoningizga ana bir umraga sayohat bilan bitta boy qaytishga Turkiyaga bilet bo'lsa. Bizga bir Tailandgami, yo bir Sharm el-Sheyxgami, Tailandga Sharm el-Sheyxga dam olish qilsa beradi. Ammo nima olib ketaymi, mana bir Tailand ko'rib kelay. Jimiti baba. Tailand ko'rmagan joyingmi? Endi shu kami ko'stay bo'lsa yana bir $1,000 pul berib tursanglar degan. Yana nima esdan chiqdi ekan? Suv esdan chiqdi. Ama zamzam suvini aytdik-ku. Vodoprovod suv qolib ketdi-ku vodoprovod. O'zi bo'lsa qarindosh, bir kunlik to'y o'tadi keladi. Aytyaplarki, qizim axborot texnologiya menejment universitetida bitirgan. Nima? Yana nima kerak? Sizga nima kerak? Conor McGregorning viskisi. Sizga Abduqodir Husanovning shortiga. Sizga balki umraga sayohat. Sizga zambarakda o'qi. Hey, haloyiq. O'tgan pozisiya 10 tavosiga trekker beramiz. Yanga. Hay, shunga bersak bo'laydi. Между прочим, qizim atomini bitirgan.